o'tadigan to'y bekalari tomonidan qo'yilgan ushbu prizlar tashqari yo'lchi kuyovlari nomidan qo'yilgan prizlarimiz bilan davramizga kuyovlar safini taklif qilamiz. Ya'ni Navruzjonni Vepa kuyovlari, Xatjon kuyovlari. Eshik ochar misiniz lutfan? Davramiz o'yinchilaridan kelingizlar, davramizga Vepa kuyovlarini, Hamidjon kuyovlarini o'rtaga prizga taklif qilamiz. Ruslanjon kuyovlari davramizda bor bo'lsa, hamda Bahri tog'asini o'rtaga prizga taklif qilamiz. San'atkorlarimiz bu yigitlarimiz uchun atalla muzika bo'lar ekan. Kelinimiz Amatxonlar sinfdosh o'rtoqlaridan davramizga Otabek jon sinfdosh bilan go'zal singlimizni taklif qilamiz. Sizlar uchun atalla prizimiz bor. Marhamat. Kuyovlar uchun keling. Hamma kuyovlar uchun. Yana davramiz o'yinchilariga prizlarimiz bor. Kuyov to'dalarimiz, kuyov jo'nalarimiz davramizda zo'r o'ynaganlar uchun yana qo'yilgan prizlarni o'rtaga taklif qilamiz. Marhamat qilib ismlari tutilgan kishilardandir. Davramizga Adella kelinimizning Bahriddin sinfdosh o'rtog'i uchun Adella prizimiz bor. Yana davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarimizdan kelinimizning Sharofatxon yangasini o'rtaga prizga taklif qilamiz. Gulshodaxon qizimizni o'rtaga prizga taklif qilamiz. Ramanjon ukamizni kelin tarafimizdan Raman Gulshoda Sharofatxon yangasini davramizda o'ynagan yigitlarimizdan uzun bo'yli akamiz ukamizmi oq ko'ylakda o'ynagan Uktam ukamizni o'rtaga prizga taklif qilamiz. Yana zo'r o'ynagan kelinlarimizdan yashil ko'ylakda, yashil ro'molda o'ynagan mana shu qizimiz uchun bitta bu kelinimizdan shtafel prizimiz bor. Marhamat qilib Shernazor ukamizni ham o'rtaga prizga taklif qilamiz. Kostyum brendda o'ynab bergan Shernazor ukamizni o'rtaga prizga taklif qilamiz. Shernazor ham birga o'ynagan
atayin musulmon qo'l ukamizni o'rtaga bizga taklif qilamiz. Musulmon qo'l ukamiz bilan birga o'ynagan Manzuraxon qora ko'ylakda o'ynagan Manzuraxon qizimizni agar amak davrimizda topmay qoldim, marhamat sizlar uchun yuqoridagi kelingizlar. Attenli prezimiz bor. Kiyovlarimizni eng yaqin o'rtoqlari bo'lsa kerak, o'rtada zo'r o'ynagan yana bir yigitimiz. Farruh ukamiz uchun 50 million pul katta. Kiyovjo'ramiz Farruhjon oshnasi uchun attenli 50 lira prezimiz bor. Farruhjon davramizda yo'qmi? Farruh oshnasi davramizga kelgunga qadar tabriklar so'z navbatini davom ettirib turamiz. Davramizga tabriklar so'z navbatiga marhamat qilib mana shu xonadonda yaqin o'rtoqlari bo'lgan, oilada birga unib o'sgan, oilaviy hayotlarni birga kechirgan, marhamat qilib davramizga Navro'zjonni mehribon amakisini tabriklar so'z navbatiga taklif qilamiz. Hamda O'g'ilshod yangisi kerak xizmatdan boshlagan bo'lsalaringiz tabriklar so'z navbatini mehribon amakisidan eshitamiz. O'g'ilshod yangisini taklif qilamiz. Marhamat. O'g'ilshod yangisi marhamat keling. Kelin-kuyovlarimizni tabriklab to'yida xizmatda izzatda charchamasdan yurgan ayollar yerga tegmasdan uzun ko'ylak kiyganlar yugurib to'yda xizmat qilgan yangasi yo'l akasi. Selamat bo'lingizlar, marhamat qabul qilingizlar. Nasib bo'lsa, akangiz, yangangiz kabi oilangiz mustahkam bo'lsin, ozodchiliklaringiz ayrilmasin. Marhamat qabul qilingizlar. Fatga bo'lingizlar, yoshlarimiz. Yoshlarlaringizlar. Jumali bo'ling. Jumali bo'ling. Xonadoningizga hamisha to'ylar qo'shiqlaringizlar xonadoningizga hamisha to'ylar yarashsin deb to'yimizni davom etamiz. Qiz bola go'zal dona ko'zda kinosi bo'lsa, yigitni lol etar agar libosi bo'lsa, go'zal bo'lib to'ylari sevgi vafosi bo'lsa, otalar bosh qo'shsa-yu, ona rizosi bo'lsa deb endigi tabarka so'z navbatida davramizning malikasi Amarxonning
yangalari, xolalari, ammalari kelingizlar, tabriklasizlarni Zulfiyaxon opamiz sizga beramiz. Bugungi kechamizning asosiy sabablaridan bo'lgan Chirchiq amallarning kuyovimizni Navro'zlarning nikoh to'yida o'tiribmiz. Men bu fursatdan foydalanib, to'y ko'rishga uzoq umrlar sog'da, kelajak hayotlarda boshlangan ayollarning kichkina savol Ona aziz, ona mutabar, ona ota bizning rusturozimiz. Ona ota borki sunmas umr chirog'imiz. Ona so'zini so'zlar bo'lsak, sig'maydi yer osmon. Ona ota so'zini kuyga solsak, tuganmas she'r dasoni. Hozir shirin tilaklarni kelinimizni voyaga yetkazgan Navruzjon siz uchun yodingizga go'zal yod qilib yaratgan. Hayotda oyoqqa turgizgan, go'zal qilib ustidagi oppoq liboslarini yarashtirgan eng yaqini onajonisidan shirin tilaklar beramiz. Aytganingiz kelsin. Shirin tilaklaringizning bo'lsin, hayojoningiz mana shu ko'z yoshlaringiz hamisha quvonchli bo'lsin. Qarsaklaringiz bilan kelin kunlarimizni tabriklab. Qo'shaqaringiz var. Omon bo'ling onasi, sog' bo'ling otasi. Otasini erkatoyi, onasini ko'z o'lchog'i. Navruzjon endi ortiq bu go'zal qizimizni senga atadik. Umrboqiy yo'ldoshing bo'lsin. Alloh har doim sening madadkoring bo'lsin. Yo'ling ochiq bo'lsin. Mustaqil hayotda shunday baxtli bo'lginki, haqqimiz elimiz seni ko'rib havas qilib yashasin. Shunday ekan aziz mehmonlarimiz, davramizga Navruzjonni hurmatlab kelgan sinfdosh o'rtoqlaridan Shahnozaxon qizimizni qo'limizga tabriklar so'znomasiga taklif qilamiz. Do'st do'stga iprak bog'lamas, do'st bir-birini beqadr dog'lamas. Do'st bo'lganlari go'yo ekizday, dunyodan ko'z yumguncha unutmas. Do'sting bo'lsa teng bo'lsa, yurak bag'ring keng bo'lsa, mehnatda ham rohatda doim hamrohing bo'lsa deb kelingizlar kuyovlarimiz bilan birga o'qigan sinfdosh o'rtoqlari. Marhamat sinfdosh o'rtoqlari, qabul qilingizlar. Keling kuyovlarimiz sizlar uchun
Sağlığınızlar, yigitlarimiz, aman boringizlar, qizlarimiz. Har doim sizlarga navskat salomlar deymiz. Har doim mana shunday do'stligingiz abadiy bo'lsin, ayrilmasin, umrboqiy bo'lsin deb niyat qilamiz. Onajonning bag'ridan oqboqqa bo'tar uchdi. Maktabar xonadonga baxti bor kelin tushdi. Bir qizi ikki bo'ldi, qaynota qaynonaning. Yarim oy kulib vaqti bag'rida turqanoning. Kelin turar egi boshqa bo'la aylang salomni. Chorlang qavma qarindosh, to'y bo'lg'usi sanamni deb endi ijozatlaringiz bilan kelin kuyovlarimizni pasta zamoni. Ama aziz mehmonlarimiz sizlardan katta iltimos. Qo'limizni kengroq olingizlar. Hech biri kuyovlarimizga yaqindan tushmangizlar. Video kamerachilarimizga xalaqit bermangizlar. Uzoq-uzoqdan turib, faqat qarsaklaringiz bilan sizlarning shirin güler yuzlaringizni ko'rib tursak bas. Iltimos sizlardan, marhamat kelinganlarimiz, sizlarni pastga olaylik. Sizlar uchun bezatilgan go'zal tortlarni kelishga ruxsat beramiz. Sinfdosh o'rtoqlar, sizlardan ham katta biroz davlamizni kengroq olingizlar. Hozir aytib o'tdik. Iltimos sizlardan hech yaqiniga kelmangizlar. Kelin kuyovlar, bugun sizning ismingiz. İltimos, biraz orqaga ketar misiniz? Kelin kuyovlar, bugun sizning ismingiz. Yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz. Chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz. Chinor sayi bo'lsin ona boshiga. Tolları sevgilerimizge kalemçeli olsun. Kelin kuyovlarimiz yetişsin, ona ota koşgan. Her günü şunday to'ylarga yetkazish muyassar bo'lsin. Baxt tasrini qurmoq bo'lsin, omad yo'liga seni yo'lasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havasi bilan qarasin. Bir qadamda yomon ko'zdan Alloh uzoqsin. Muqaddas degan odam sevgining qadriga yetmaydi sira. Sevdim deb hayotga qo'ydingmi qadam? Ko'zingni katta och, yo'lingga qara. Chin va'da sevgidan ochilgan chechak, onga bog'liqdir aql kelajak. Baxtli bo'lingizlar, kelin-kuyovlarimiz. O'g'lingiz bo'lsin, oltini oshiq o'ynagan. Qizingiz bo'lsin, husniga hech kim to'ymagan. Baxtingiz bo'lsin, yoringizni birsiz qilmagan. Yoringiz bo'lsin, o'zgani yor demagan. Baxtli bo'lingizlar, yoshlarimiz, qo'sha qaringizlar. Mana shu yoshlarimizni hayotga keltirgan onalari, otalari uchun boshimiz yerga tegunicha ta'zim qilamiz. O'g'lingiz bo'lsin, oltini oshiq o'ynagan. Qizingiz bo'lsin, husniga hech kim to'ymagan. Baxtingiz bo'lsin, yoringizni baxtsiz qilmagan. Yoringiz bo'lsin, o'zgani yor demagan.
yoshlarimiz uchun jaranglar qadamlar ko'tarilsin. Bugun to'y kechasi shodlik ayyomi. Bugun to'y kechasi shodlik tashakkuri. Qani eng nosar, eng qadar kinolarimiz Navro'jon kelinimiz Amirxon xonlarning baxti uchun. Quchoqlaringizga farzandlar yarashsin. Nasib bo'lsa, onangiz, otangiz birgalikda nabiralarni sevib, ardoqlab qo'ytarsin. Mana siz qanday farzand bo'lgan bo'lsalaringiz, nabiralar ham quchoqlaringizga shunday yarashsin. Nasib bo'lsa, ikki quloqay birga nasib bo'lsa, quloq-quloqaylar nabiralarni birgalikda boqsinlar. Farzandlarni jonlari sog' bo'lsa, Antaliyaga ta'tilga borsinlar. Nasib bo'lsa, xudoylarimiz farzandlarni jonlari sog' bo'lsa, Sochilarga borsinlar. Nasib bo'lsa, xudoylarimiz Makka-yu Madinaga borsin. Hoji ona, hoji momo, hoji buva bo'lsinlar. Nasib qilsin sizlarga. Keyin navbat sizlarga. Atayin Navro'zning kuyovlari nomidan Navro'zning Behruz bojasi nomidan atayin kelinimizni onasiga atalgan dollar farzandlarimizni qabul qilingizlar. Qarsaklarga hojalar, bugun hojamiz sizlar, aka-ukamiz sizlar, oilangiz bo'yida Botir akamiz, yengamiz bilan qo'sha qarab nasib bo'lsa, mana shu farzandlaringizning soyasida bog'changizda choy ichib o'tirganlaringizni ko'raylik. Quchoqlaringizga shunday nabiralar yarashsinki, bitta emas, egiz bo'lsin deganlar qarsaklarga o'g'lingiz bo'lsin, oltmishdan so'zi o'tgan, qizingiz bo'lsin, olma yuzli, shirin so'zli. Shu to'yga qatnashgan barchalar to'yga yetsin, nasib bo'lsa, 9 oydan alla to'y bo'lsin deganlar qarsaklarimiz. Mana shu qarsaklarni ayamagan barcha yoshlarimizga ham shunday to'ylar nasib bo'lsin deganlar qarsaklaringiz bilan. Baxtli bo'lsin yoshlarimiz. Vaqt eshikka qatvo. Unutmasin siz ko'zingiz. Mayli bizni unutasiz, ammo yolg'iz qo'ymas sizni do'stlaringizni. Hozir eng shirin tilaklardan Navro'z